O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining O'zbekiston Respublikasining innovatsion rivojlanish strategiyasini 2024-2025 yillarda amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 2024-yil 13-martdagi 128-son qaroriga muvofiq sanoat muammolarini hal etishga respublika ilmiy salohiyatini keng jalb qilish belgilangan. Tasdiqlangan jadval doirasida O'zmedkombinat aksiyadorlik jamiyatiga oliy ta'lim va ilmiy muassasalar olimlaridan iborat delegatsiya kombinat bosh mutaxassislari bilan uchrashuv uchun tashrif buyurdi. Ular kombinatimiz bilan yaqindan tanishib, muammolarni joyiga chiqqan holda o'rgandilar va o'zaro fikr almashdilar. Kombinat ehtiyojlarini hisobga olgan holda ilmiy tadqiqotlarni tashkil etish imkoniyatlarini muhokama qildilar. Shundan so'ng ular feral qotishmalar ishlab chiqarish, elektrda po'lat eritish, navli prokatlash bo'linmalariga tashrif buyurdilar. Olimlar bu yerda qo'llanilayotgan zamonaviy texnologiyalar, shuningdek ilmiy yondashuv talab qiladigan bir qator ishlab chiqarish jarayonlari bilan tanishdilar. Olimlar O'zmedkombinat aksiyadorlik jamiyatida ishlab chiqarilayotgan jarayonlar bilan yaqindan tanishganlaridan so'ng kombinat rahbar va mutaxassislari ishtirokida davra suhbati bo'lib o'tdi. Muhokama davomida ilmiy va loyihaviy yondashuv talab qilinadigan aniq ishlab chiqarish vazifalari ko'rib chiqildi. Bu tadbir ilm-fan va sanoat o'rtasida samarali hamkorlikni yo'lga qo'yishda muhim qadam bo'ldi. Обратно новые. И проблема в том, что именно